Dunyodagi eng qimmat 3 ta ot zoti. 3-o'rinda Axaltaka ot zoti. Ushbu zotni xalq seleksiyasida Janubiy Turkmanistonda Axaltaka vohasida yashaydigan turkmanlarning Taka qabilasi yetishtirgan. Axaltaka oti quruq va issiq iqlimga chidamliligi va nihoyatda chopqirligi bilan ajralib turadi. U 1000 metrni 1 daqiqada bosib o'tishga qodir. Axaltaka otining oyoqlari nozik, chiroyli, terisi esa yupqa va taqir bo'ladi. Sof zot otlar ichida o'zining ko'rkamligi va harakatchanligi bilan alohida ajralib turadi. Axaltaka otining eng zo'r namunasi $100,000 dan bir necha million dollargacha baholanadi. Ikkinchi o'rinda arab zoti bu dunyodagi eng qadimgi zotlardan biri hisoblanadi. Uning tarixi 3000 yildan ko'proq vaqtni o'z ichiga oladi. Ular nafosati, tezligi va egasiga sodiqligi bilan alohida ajralib turadi. Toza qonli arab otlari juda ham qimmat hisoblanadi. Ularning narxi 2-3 million dollargacha yetishi mumkin. Ularning qadri faqatgina pul bilan emas, balkim tarixiy va madaniy ahamiyati bilan ham o'lchanadi. Birinchi o'rin Fusachi Pegasus. Bu oddiy zot emas, bu dunyo tarixining eng qimmat oti hisoblanadi. 2000-yilda u rekord darajada, ya'ni 70 million dollarga sotilgan. Fusachi Pegasus Kentucky Derby kabi mashhur poygada g'alaba qozongan va jahon otchilik tarixiga kirgan. Uning avlodlari nasl berishda qo'llaniladi va bu uning narxini yanada qimmat qiladi.